Nether bilan jang birinchi qism. Hammaga salom, sizlar bilan Sportsiz bo'lmoqda. Bugun men harbiy xizmatdan qaytib keldim va o'zimning qishlog'imda tinchgina yashamoqchiman. Men hozir qilmoqchi bo'lgan eng birinchi ish bu o'zimning polizlarimni tozalash. Mening uyimga kirmaganim ham ancha bo'lgandi. Yaxshiyam mening ukam bu yerlarga qarab yurgan ekan. U hozir safarga ketgan. Shu sizlarga aytamanki, hozir juda ham qiziqarli bo'ladi. Ketdim, hozir men polizlarimni tozalab kelaman. Polizlarim ham cho'zib ketgandir. Wow, kartoshkalar pishib ketibdi-ku. Hammasini olish kerak. Nima bug bo'ldimi, nima bo'la? Ha, Minecraftning buglarida. Voy, birdan chirigan kartoshka. Endi esa bug'doylarni olib chiqamiz. Qarang, bu meniki. Iya. Lanatlar qishloqi. Mening narsalarni o'g'layapti, lekin ekib qo'yapti. Bu yaxshi. Yo'q, bu yerdan kompostering ichiga nimalarni soldi. Demak, naryoqda kartoshka. Kim bu? Bu menimcha golemning shogirdi bo'lsa kerak. Yo'q, bu yerdan seni ketman, bira bo'lib o'ldiraman. O'l, maraz. Qilish uchun rahmat, lekin addushi. Bu yerdagilarga ham hayronsan. Meni esdan chiqarib yuborishganmi? Nima ham deydik, qishloqlarni himoya qilish bu askarlarning burchida. Bitta askar bo'lsa nima bo'pti? Endi bularni sandiqqa solib kelishim kerak. Sandiqqa solamiz. Bu yerda mening zirhlarim nima qiladi bu tushunmayapman. Bu yerda qurollar ham bor ekan. Mana kartoshka. Non menda turishi kerak. Bu chirigan, uni tashlaymiz. Yerga qo'yamiz. Hozir esa aylanib kelaman. O'sib ketibdi. Sizlar nimaga qarayapsizlar? Janob. Ana yerda ikkita nether jangchisi yuribdi. Qani? Men ko'rmayapman. Ular bizga bir daqiqa oldin aytib ketishdiki, 3 soatdan so'ng ketmasak, bu yerga Nether imperiyasi hujum qilarkan. Nima, meni aldamoqchimisiz? Siz ikkalovingiz? Biz nima uchun aldaymiz? Sizni bilamiz-ku, armiyada safdoshlarimiz bilan birga jang qilgansiz. Sizning unvoningizni ham bilaman. Kapitan unvonidasiz. Bizdan unvoningiz ancha katta. Sigirvachcha yo'qolib yerdi. Ana golemga qarang. Xo'p, nima deyayotganding? Aytyapman-ku, bizga netherliklar hujum qilishmoqchi. Nima qilamiz? Sizlar aldamayapsizlarmi? Aldayotganimiz yo'q. Unda isbotlang. Ketdik unda. Qayerda? Aynan o'sha yerda. Qani boraylik-chi? Hech kim yo'q-ku. Meni nima aldamoqchimisizlar? Rost aytyapman, ular shu yerda edi. Ular nima balo bo'ldi yana? Eski qal'aning oldida, darvozaning. Boraylik-chi, la'nati saqlab tushib ketishimga. La'nati. Rostdan ham Nether bizga urush ochgan ko'rinadi. Qaytyapman-ku janob, bu yerdan ketish zarur. Nima, ahmoqmisiz? Biz o'zimizning qirolligimizni tashlab ketmaymiz. Biz qirol uchun ant ichganmiz. Bu qirollikni himoya qilamiz. Lekin qal'aning darvozasi
rasvo bo'lgan nezirliklarni aniq bilaman. Ular suvdan o'tisha olmaydi. Bu nezir bilan 3-asrdagi jangdan qolgan qal'aning darvozasi. Bu qishloqning yonida avval qal'a bo'lgan. Bu yerni qayta ta'minlash kerak. Qishloqda qancha askarlar bor? Biz ikkitamiz. Bilmadim, yana boshqalar ham bo'lishi mumkin. Darhol hammani qidirib toping. Jang qila olganlarni to'plang. Men uyimga borib kelay. Yomg'ir tingandan so'ng qaytaman. Qaytchiloving, bu yoqqa ket. Sizlarga gapim bor. Qanday janob? Sizlar mana shu yerda kuzatib turing. Do'sting qani? Bilmadim. Qayerdadir qolgandir. Qayerga yo'q bo'ldi u? Bu yerda ekan. Meni chaqırdingizmi? Yo'q, shu yerda o'tir. Men tezda kelaman. Uyimga borib kelishim zarur. Chaqal bu yerdan. La'nati. Bu yerda rostdan ham neza jangchisi. Demak, ularga u aytgan. Uyimga tezda borib kelishim zarur. Mening qurolli saqalarim o'sha yerda. Bular ancha yechishga kirgan. Va kiyimim ham shalabbo bo'lib ketdi. Oddiy maykada chiqqandim-a? Yomg'ir tingach sizlarga qolganini gapirib beraman. Mana yomg'ir ham tindi. Hozir menga qurol yarog'larim zarur. Juda ham qilich kerak bo'ladi. Kerakmas narsalarni hozir tashlab yuborishim zarur. La'nat chiqindi idishda qo'ymagan mana. Xo'p, mayli, pastki podval idishga solaylikchi. Endi zaxira uchun podval ham idishlar ham bor edi. Chirigan kartoshkani solmoqman-ku. O'zing eng kerakmasi mana shu qilich bu yerda tursin. Kerak bo'lib qolar qachondir. Zirh, ishton, poyabzal, sandiqimda ham kaska bo'lishi kerak. Olmosiz zirhim bor ekan-ku. Esimdan chiqib. Xo'p, mayli, endi bularni kiyib olamiz. Hammasini yangilaymiz. Axir bizni oldinda katta jang kutmoqda. Bularni shunga kirgizib qo'yamiz. Mana. Kiyim kerak bo'lib qolar-a, balki. Zirhlarimga kiygizib qo'ydim. Hozir esa jangga yuborish kerak. Demak, barcha askarlar yig'ilib bo'lgan deb umid qilaman. Qani unda oldilarga boraychi, qancha askar bor ekan. Demak, 3 ta kamonchi va 5 ta askar. Juda yaxshi. Biz endi qal'ani mudofaasini ushlashimiz zarur. Ya'ni qal'a devori. Bu qishloqni so'nggi qongacha himoya qilamiz. Aytamanki, ko'pchiligingiz tirik qolmaysiz, lekin oxirigacha turamiz. Men qo'mondonlik bilan gaplashaman. Albatta bizga yordamchi kuchlar yetib keladi. Unda jangga tayyor turing. Tez orada jang. Mana biz darvozaga ham yetib keldik, ko'prikdamiz. Endi biz bu darvozani ta'minlashimiz va nezda jangchilarni yo'q qilishimiz zarur. Ular aytgandiki, bizga 3 soatdan so'ng hujum qilishar ekan. Allaqachon 1,5 soat o'tdi, yarim soat qoldi. Demak, tezroq ta'minlash kerak. Bu nima ekan? Men yoshligimdan beri qiziqardim. Bunga tegmaslikni berishardi. Afsuski, bu safar tegishim zarur. Chetroqda tur. Hozir sindirib olay, narigisini sindira olmadim. Chetroqda turinglar. La'natlar. Nariyoqda turing. Hozir beryapsiz. Pishirvardim-ku, sinib qo'ygan payt. Birinchisi sindi, ichkarida qandaydir sandiqlar. Mana ikkinchisi ham sindi. Ko'raylikchi, bu qanday sandiqlar ekan? Toshli bloklar. Demak, ularni ta'minlash uchun kerak bo'lgan ekan. Lekin bu toshli bloklar nima qiziqi bor? Yashirinishga bir stak. Bu ham bir stak ekan.
Bir stek. Barchasi bir stek. Albatta bularni ta'minlaymiz va ortib ham qolsa kerak. Qolganlarda ham shunday toshlar bormi? Hech nima yo'q. Hech nima yo'q. Bunisida ham nima qilganlari bo'lmishmi? Yo'q, bunda ham tosh. Faqat toshmi? Temir bloklar. Kerak bo'ladi zirhlar uchun. Yog'och. Biz darvozani yopishimiz zarur. Ayni muddao. Ta'mirlash uchun emas, darvozani yopish uchun. Ovqatlar, bu askarlarga ayni keraklisi. Yana yog'och, taxtalar, sehrlangan oltin olma, sabzi sehrlangan, tarvuz sehrlangan va chirigan kartoshka va oddiy kartoshka. Bu yer xazina-ku. Eng avvalo buni yopishimiz zarur. Mana tayyor. Bu yer ochib qolibdi. 2 dona. Mana chotki bo'ldi. Endi esa bu yerda o'tamiz. Mana bu yerda suv bor. Ular bu yerga tushsa, o'lib ketishadi. Bizga esa hech nima bo'lmaydi. Tezroq teleport qilishyapti-ku ular. Cheaterlar. Demak, biz hozir darvozani to'liq tikladik. Kamonchilarni balandga joylashish kerak, askarlar pastda qolishadi. Shu yerda tur. Tushunarlimi? Shu yerda turinglar. Meni gapimni eshitdilaringmi? Hammang shu yerda tur. Sen mana shu chiroqni qo'riqla. Tunda yonuvchi. Tiklanuvchi ham qo'riqla. Qayerga ketyapsan? Sizlarga bu yerda to'xtashni buyurdim. Men shu yerda turmoqchiman, janob. Xo'p, barcha askarlar shu yerdami? Hech kim eshitmay qolmadimi? Amaxonada yana o'g'ri-po'g'ri yo'qmi? Yo'q. Yo'q bo'lsa bizning ko'nglimiz ham to'q. Kamonchilar, bu yoqqa kellaring. Sen kel. Sen mana shu nuqtada turasan. Shu yerda. Bittan kel. Eshitmadilar-ku bular. Alo, bu yoqqa kellaring. Nima o'ynab yuribman bola? Senga tezroq tush pastga. Ketdik olamga tush. Bu yoqqa kel. Tun ham bo'ldi. Ular hujumga o'tib qolishadi. Allaqachon 1 soat bo'lganda. 3-chi ham keldi. Qayoqqa ketyapsan? Bu yoqqa kel. Bolasi tushmagur. Turib olgan joyingga qara. Bu yoqqa kel. Yerlarni teleport qilyapti bu. Shu yerda o'tir do'stingning yonida. Chiroqlar ham yonibdi-ku. Demak, ular birozdan so'ng hujumga o'tishadi. Biz darvozalarni to'liq yakunladik. Endi esa ularning hujumini kutamiz. Albatta men pastda, lekin men kamonimni olgan bo'lishim zarur. Kamonim esimdan chiqib ketibdi-ku. Mayli, qilich bilan jang qilamiz. Bu yerda kamon yo'qmi?